Terilarni yaxshi namlantirganinglardan keyin обязательно mikroessensiyada artish yoki toner ishlatish kerak va albatta to'g'ri krem ishlatish kerak. Kelinglar, man sizlarga buni tushuntirib beraman. Masalan, har kuni SPF обязательно ishlatish kerak va baza ishlatish kerak. Bular tonalkalaringlarni uzoq turishiga yordam beradi. Misol, po'ralaringlar kengayib ketgan bo'lsa, po'ralar kengayib ketganda ham tonalkalar yig'ilib qoladi, kirib qoladi. Shunaqa momentda niacinamidli krem sizlarga tavsiya qilgan bo'lardim, chunki bu po'rani qisqartirib beradi. Agar yuzinglar sovuqdan qurib ketayotgan bo'lsa, unda mana bu kremni ishlatib ko'rishni tavsiya qilaman. Chunki sostavida gialuron gaz bor bo'lgan kremlar kojani yaxshi увлажнять qiladi, yaxshi pitать qiladi, namlantirib beradi va terilarni qurishini oldini oladi. Surganinglarda kojanglarni shunaqa yumshoq qilib beradi. Mana hozir ko'rsataman sizlarga. O'zi shunaqa hidi zo'r, men o'zim ham ishlataman bundan. Va rosa ham foydasi zo'r. Qizlar bitta flakonni ishlatib tugatganinglarda уже bilinadi.